Men ismim Sa'diyev Shamsiddin, Dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy tekshirish tibbiyot markazi dermatovenerolog shifokori va shu markazda faoliyat yuritayotgan plazmaferez xonasi shifokori sifatida faoliyat yuritib kelaman. Bugungi kunga kelib markazimizda yangi innovatsion davolash texnologiyalari va innovatsion davolash usullarini kiritgan holatda yangi davolash usullaridan biri plazmaferez haqida sizlarga qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Mana ismim Shamsiddin bo'ladi. O'zga sizda plazmaferez muolajasida o'tkazishga javobgar shaxs hisoblanaman. Aynan shu xonada hozir sizda plazmaferez muolajasini bajaramiz. Shu muolajani bajarishimiz uchun hozirda sizda kasalliklaringiz bo'yicha va analizlaringiz, ya'ni qon tahlillaringiz bo'yicha qarshi ko'rsatmalar aniqlanmadi va hozirda protseduramizni boshlaymiz. Proseduramizni boshlashimizdan oldin sizga bir ikkita savollarimiz bo'ladi. Bu qarshi ko'rsatmalar tomonidan, misol uchun oshqozoningizda yazvalar, gemoroy kasalliklari, unaqa kasallik o'tkazmagansiz, qon kasalliklari o'tkazmagansiz. Protseduramiz hozirda plazmaferez nomlanadi. Protseduramiz davomida siz 1-1,5 soat davomida yotgan holatda joylashasiz. Bitta tomiringizdan qo'lingizga o'rnatiladi. Bu proseduramizda o'rtacha 1-1,5 soat, 2 soatgacha davom etadi. Proseduramizda shu muolaja davomida sizni qoningiz 30% miqdori qoningizni tanangizdan tashqarida tozalash muolajasi amalga oshiriladi. Proseduramiz davomida, muolajamiz davomida hech qanaqangi o'zingizda bezovtaliklar, boshqa hech narsalar sezmaysiz. Muolajamizni hozir boshlaymiz. Plazmaferez muolajasi bu ekstrakorporal, ya'ni organizmdan tashqarida qonni tozalash amaliyoti hisoblanib, bugungi kunga kelib markazimizda davolanayotgan innovatsion usullardan biri hisoblanadi. Shu kunga kelib hozirda plazmaferez muolajasi yordamida bir qator kasalliklarni, surunkali uchraydigan psoriaz, allergik dermatitlar, surunkali eshak yemi va o'tkir eshak yemi kasalliklari, po'rsillaq yara va shunga qator bir qator kasalliklarni aynan shu usul davomida, plazmaferez muolajasi davomida davolab kelmoqdamiz. Plazmaferez muolajasidan so'ng bemorlar organizmida ko'p uchraydigan autoimmun tanachalar, surunkali kasallikka xos bo'lgan o'zgarishlarni qon plazmasini olib tashlagan holatda ushbu muolajalar o'tkaziladi. Organizm o'zining olib tashlangan plazmasini o'rniga yangi plazma ishlab chiqarilishi va hozirda uni bezovta qilayotgan kasalliklarni remissiyasiga tezroq erishishga yordam beradi. Biz muolajasini o'tkazish uchun qarshi ko'rsatmalar mavjud bo'lib, bu homilador ayollar, 14 yoshdan kichik bo'lgan insonlar, oshqozon ichak kasalliklarida qon ketish asoratlari, gemoroy kasalliklari, qon ketish asoratlari bilan kelgan bemorlarda qarshi ko'rsatmalar hisoblanadi. Biz muolajasi o'rtacha hisobda 1-2 soat davom etadi. Bemorimiz ushbu holatda yotgan holatda bo'ladilar.